Qadrli qarindoshlar, insonning beshida 300 ming atrofida chash bo'lgan. Taxminan 300 ming chash bor dedi. Her bir çaşdan büyüyen insanlar çaşlamış mikroskop bilen insanların başına yoğantı çaş karısa xuddi bir aşı dehşet çoğun bir aşı ormanlıktan aşı kirip kalan her bir aşı ormanlıktan içinde çoğun kargayını köyünde her bir tal çiçeğiniz şu kargayda yoğantalaydan büyüyen. Çünkü nime bağ onun için karap bakaydı. Her bir çaşının nimeste kan tumurları şu yıkıp girdiğin kan aşı çeçimizden ışık girdiğin kan tumurlarından tatip kan akıdığın tumurlar, bütün boğumlar, nervler, onun kendi may bezleri, renk bezleri, hemen neyse her bir çaşının 300 bin çaş olan olsa bir insanın tahminen 5'i şunun her birisinin aslı müşündak bir müşükan sanıp tükütülmeyen nesle ve kadarlı kardeşler. Bu acaba Allah'ın uluğluğunu göstergen narsa emas mı kadarlı kardeşler? Xoş, özümüzün biz hemen nesle körüşke ihtiyacı bulan bir közümüzün köz karşımız qarab bakaylı. Neçi milimetre kıldı çoğunluk kadarlı kardeşler? Şunçilik kiçikkine bir köz karşımız qarab bakaylı. Bu yerde kadarlı kardeşler, közümüzün ki biz insanın ki közümüzün ayniki, közümüzün karşımının oturursa, adasatul ayn deydi mesela közünün ki ayniki, közüne koşan bir aynaktek bir narsa. Oturmazga qarşı olan içinde. Körüş nervlerine berip boğuşa közlenmiş kiçikkine bir közde 10 tabaka var dedi bir yerde. 10 katma 10 narsanın keyni de körüşmesi. Bir yerde en ahirde 140 milyon müstakbilli davi ma beyne mahrud ve usayya dedi. 140 milyon nur kubulluğu uçva dedi. Öyle bakaydı. Körüş nerveleri, ya insanın ki kör biz kızılını görürüz, yeşilini görürüz, ahını görürüz, nurgun renklerini görürüz dünya adamda. Muş körüş nerveleri 900 bin nerv var dedi. Körüş nerveleri. Ya. Her bir maddeni köge vaktimizde, bizden şu közümüzden bir vasıta mengimizge çetişlik boğan, şu nime tutaş boğan nim bilen xuddi bir elektrik iqimiga o'xshash elektrlik bir dulqunga o'xshash nimani ko'rsak shuni aşı saniye bir sekunddan neçyüz hassa tez suratda şu ko'rgan rengimizni derhal mingimizga yetkazib qanday rangni ko'rganligimizni derhal mingimizga inkos qilib bo'ldigan shu suratni tatib oldimizda ekranga ko'zimizning ekraniga tushirib qanday bir manzarani ko'rgan bo'lsak dalmadal o'xshash hajmda hargiz hajmini yo cho'ngaytib qo'ymay yo kichiltib qo'ymay bugun dunyo olimlari bugun tengir qilib qiliqliq bo'ladi. Bugun dunyoda eng ilg'or kamera, dunyoning eng ilg'or kamerasi insonning ko'zininki bir burjikiga yetamaydi qoldi ekan. Ya'ni minglarcha yillab taraqqiy qilsa insonning ko'zining shaklini, ko'zining qudratiga yetadigan bir kamerani ijod qilishi qanday mumkin bilan bo'lmamni taxmin izlanyapti qadrli qardoshlar. O'ylab boqaylik. Ya'ni bu insanın yani her saniyesiga, her sekundiga qancha 50 suratni her sekundda mingga yetkazib bo'lgan surat tatib yetkazib bo'ldi ekan. Masalan bir yeşil rangni alaylik dedik. Yeşil rangni her bir rangni masalan 800 ming darajaga ayrılib bo'ldi ekan mesela. Bir yeşil rang bunu biz 800 ming darajaga ayrılib. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece. Sağlam bir insanın ko'zi şu 800 ming derecedeki rangning farqini ma'rang farqlandi deb ayriya oladi dedi insanın ko'zi. O'ylab boqaylik qadrli qardoshlar. Bu acaba Allah subhanahu ve ta'ala'nın mucizesi emas mı? Allah subhanahu ve ta'ala'nın g'olibligi, azizligi emas mı bu qadrli qardoshlar? Shundaqla insonning quluqiga qarab boqaylik, quluqimizga. Quluqimizdami xuddi shu insonning ko'z, qarchiqi, ko'z to'riga o'xshashlam bir narsa bo'lib quloqning ichida. Buning ichida 30,000 xaliya sam'iyya dedi. 30 ming hücre var dedi. Anglash hücresinin 30 ming hücre var dedi. En inçki avazlarını yetkizilgan mecburiyeti var. En inçki insan anlayan en inçki, en tüven avazını yetkizilgan hemmesinin özünün hususiyeti var dedi. Ya. Ve insanın dimağ, insanın mingisi de şundak bir insanın on kuluqa, sol kuluqa, iki taraftan avaz, qaysi taraftan kelganligini ölçeydigan. Mesela qaysi taraftan en aldı avaz geldi. On kuluqımızga en aldı geldi mi, sol kulaq geldi mi, ya arkamızdan geldi mi, bu avazdan qaysi taraftan kelganligini ölçeydigan bir insanın mingisi de bir xil cihaz. Bu ölçeş bir cihazı bulup, bu cihaz deydi. Şu kadar inçki ölçeydi ki, bir saniyeni siz bir sekundni 1 sekundni 1600 parçaga parçalan dedi bu yerda. 1 sekundni bir degan bir so'zni o'ylab boqaylik.
bir sekund ketdi. Muşu bir degan so'zni 1600 parchaga parchalasang, shu 1600 parchadan bir parchani aylab, shu bir parcha qanchalik vaqt bo'lgan bo'lsa, shu bir parchani olgan vaqtdan tez suratda insonning mingisiga ovozning qaysi taraf, shu ovozning inson qaysi tarafdan kelganligini darhol bilib oladi. Shunchalik tez suratda uning bir muncha vaqt ketmaydi bilish uchun. Qaysi tarafdan olgan bo'lsak, shu tarafga darhol soniyaning ichida o'zimizning beshini shu tarafga buraymiz, qadrli qardoshlar. Shunchalik tez suratda inson ovozni ham birdamdan ichida buni his qilib oladigan gap. Bu Alloh subhanahu va taoloning qudrati emasmi, qadrli qardoshlar? O'ylab boqaylik, qadrli qardoshlar. Va tilimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizning jismidan chiqib ketamiz, qadrli qardoshlar. Bu sanoatimiz mana. Tilimizning ustida 9000 xil tamtetish nimasi bor? Achchiq, tatliq, achchiq, chuchuk, bush, mushxil, hamma tamlarni bir-biridan ayıra olamiz, tuzliq, tuzsiz degandek hamma narsani. İnsan bir harfni nutq qilib og'izda so'zlash uchun shu bir harfning og'izda insonning og'izda bir harfning alif yoki ba degan bir harfning to'liq chiqishi uchun u yerda bo'g'im harakat qilishi kerak dedi insonning og'izda. O'ylab boqayli. Sen shuni hisoblab boqqan inson, agarda insonning 1 soatlik nutq so'zlash, 1 soatlik dars so'zlash uchun sening tiling qancha million qatim, qancha ming qatim harakat qilganda deydi. Sizning shu harakatlarni, shu harflarni takvin qilib, shu harflarni jo'g'lab chiqarish uchun deydi. O'ylab boqayli. Bir harfni chiqarish uchun u yerda bo'g'im harakat qilgan bo'lsa, o'ylab boqqan deydi. Bu qudrat, bu narsani o'ylab boqaylikki, o'zimizning mush jismida o'ylasak ham Alloh subhanahu va taolaning ulug'ligi, g'olibligiga million qatim tashakkur etmay, Allohu akbar demay turolmaymiz, qadrli qarindoshlar. Masalan, yana o'zimizniki jismimizdagi ichida iqib menayotgan bizning hayotligimizni qo'g'dab menayotgan qon damchilarimiz qarab boqaylik. Qizil qon damchilarimiz. Agar deydi-ki, agar mushu qizil qon tomchilarini bir-birisini har birisi kurayatu dam, ya'ni hammasi dumbalaq qon tomchi amaliyoti qo'limizga oqqan suyuq bir shaklda oqqan bu narsani mikroskopga yo'g'ansangiz hammasi dona hammasi ayrim hammasi pach narsa. Deydi-ki, mushu olimlar deydi-ki, mushu qon tomchilarini insonning qinidagi qon tomchilari, qizil qon tomchilari. Mushuni bir-birisini unda tizib xuddi marvoyat yoki unchin tizgandek tizidigan bo'lsa, yonma-yon qo'yib tizsa, buning uzunligi insonning badanidagi shu qonning, shu qon tomchilarining uzunligi butkul ziminni boshdan oxir yer sharini 6 qitim aylangan darajada yetib deydi. Bir-birini ulab tizsangiz qon tomchilarini, o'ylab boqaylik. Va o'ylab boqaylik, insonning har bir millimetr qinida 5 million qizil qon tomchisi var dedi. Hammasi pach qon tomchisi. O'ylab boqaylik, 1 millimetr qonda 5 million qon damchisi bo'lsa va har bir qon damchisi insonning qinida bir kunda 1500 javla. Bir kunda insonning butun badanida 1500 qitim aylanib bo'ldi dedi. Har bir qon damchisi insonning badanida bir kunda 1500 qitim aylandi va mush aylanish musofasida 1500 qitimlik musofani hisoblasangiz 1150 kilometr yo'l yurdi dedi. Har birisining badanidagi har bir qon damchisi badaningda bir kunda 1500 qitim aylandi butun badaningni va 1150 kilometr yo'l yurdi dedi. O'ylab boqaylik. Va insonning badanidagi mush yurak, mushu qalbimiz normal yashaydigan bir inson mushu dunyoda bugun tasavvur qilib beqqan eng osmonga taqashgan binoni liq to'ldiradigan qonni ishlab chiqardi, qonni bo'lib. Allohning qudratini o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar. Bu qanday qudrat bu? Bu qanday Rabbimizki bu mushunda o'rlashtira oladi. Va shuni yana so'zlab o'taylikki, insonning yuragi 1 minutda 60 dan 80 gacha tepichaklab 80 gacha so'qidi. 60 dan 80 gacha so'qidi 1 minutda. Va bir kunda 100 ming qitim so'qidi. Va mush 100 ming qitim so'qish jarayonida 8000 litr qonni po'ylab tashiga chiqardi. 8000 litr qadrli qarindoshlar. Biz inson mush jismimizda, butun mush jismimizda har bir sekundda 120 million hujayra iste'mol qildi dedi. 120 million hujayra. İnsanning mingisida 14 milyard postluq bir hücre var. Yana 140 milyard
başqa bir xaliya istinad etadigan bir hücre var. Bugungi kungacha, bugun fan texnika, bugun tibobat mushundaq taraqqiy qilgan bugungi davrgacha, mushu davrga insoniyat keldi. Ammo lekin afsuski, bu 140 milliard hücrening nima vazifasi borligini bugungi kundagi taraqqiy qilgan ilm, fan texi isbotlab bo'lamadi, texi bilib bo'lamadi. Qandoq Rabbimizga qadrli qilishni o'ylab boqaylik. Biz qandoq Allohning bandalari ekanmiz? Allah subhanahu va taala qadrli qilishni buni tushunishga idrok kuch-quvvat ato qilsin qadrli qilishni. Va fil kabid o'zimizning jigariga qarab boqaylik. İnsanning bu jigirida 300 milliard hücre var jigirimizda. Mushu 300 milliard hücre 4 ayda tamamen yengisi almış buldu ekan. Endi bu jigirimizning vazifelerinin murakkabligi, vazifelerinin acayip inchki, acayip ig'ir vazifa ijro qilgan. Buni so'zlab kelsak dunyo qadar narsa chiqadi qadrli qardoshlar. İnsan jigarsiz holatda 3 soatdan ortiq yashamaydi qadrli qardoshlar. Ha? Ma jigirimiz bo'lmasa, jigirimiz ishlamasa, tamamen o'lgan bo'lsa, 3 soatdan ortiq insonning yashashi mumkin emas. Ha? Ana shundaq muhim bir vazifaga o'rlashtirilgan jigardagi bu narsa qarab boqaylik. Qadrli qardoshlar, oshqozonimizga qarab boqaylik. Nimani yesak shuni hazm qilib o'tadi. Nimani yesak shu aman eritib vayron qilib necha soatning ichida tayyor qiladi. O'ylab boqaylik. Mushu bugun olimlar ham bugun o'zi hayrat qilib tingirqab qolgan narsa. Shunda bu insonning oshqozonining ichida har kunisiga necha litrdan ortiq bir xil ashu butun nimani hazm qildiradigan bir xil klorliq bir xil suv, bir xil suyuqlik ishlab chiqardi. Ha? Bu oshqozonimiz. Ülümalar bugün hayran qilish, bu tepishmağın tapamay, bu qandaq nima uchun bu insonning oshqozoniga o'xshash go'sht, eng qattiq go'shtni yesanmi, nima yesang shuni eritib vayron qilib turgan gap, nima uchun oshqozon o'zini o'zi yeb ketmaydigan deb bugün hayran qildik-da. Necha litr shundan suyuqlik ayda tomoqlarni har qanday narsani eritib vayron qilib turgan narsa suyuqlikni chiqirdi o'zi. Nima uchun o'zini o'zi yeb ketmaydi, o'zi o'pmoqshash go'sht masalanga. Ha? Aleysatil ma'idatu mu'jiza. Mushlarning hammasi mo'jiza emasmi qadrli qardoshlar? Yana qandoq mo'jiza, qandoq dalil talab qilamizki qadrli qardoshlar? O'ylab boqaylik. Ikki bo'rikimizga qaraylik, ha? 2 million qon tozdig'ich nimasi bor dedi insonning bo'rikida. Agar buni tizsa, agarda shu uzunligini tizdigan bo'lsa 100 kilometr dedi. Ha? 100 kilometr. 100 kilometr dedi uzunligi. İnsanning qani butun badnimizdagi qon bir kunda 5 qitim shu zavoddan bu börekdan iborat 2 milyon uskun o'rlashtirilgan börekdan iborat bu zavoddan insonning qanimiz 5 qitim o'tadi kuniga. 5 qitim o'tib chiqib hammasi qonimiz tozlanmasa, shuning uchun börek kesilmish, böreki o'lgan insonlarning internet kirib qarab boqaylik. Haftada neçiligen qitim aşı bir öydak kıldıgan cihazga ayında uskunlarga bağlap qo'yib qinni tozlaydigan gap. Necha kilo shu qanddan pastki narsalarni chiqarib o'tadimdi. Ay makinaga bağlap qo'yib, uskunaga bağlap qo'yib, ko'migan japoni, ko'migan qiynashlik uchrab turib ayna qinni tozlamasa hayot kechirolmaydi. Ha? O hayatının tamponu bozuldu. Şunchilik ig'ir börek, 2 kilo börek o'lgan insonningki, halining qanchalik ig'ir ekanligi biz yashayotganmiz Turkiyada axborotlarda 17 mingdan ortiq insonningki 2 kilo börek o'lgashgan börek yengushlash uchun, börek almashtirish uchun uchratib kutayotganligi bir börek chiqib qolarmiki deb shu börekning azobini tatiyotganligi xabarini necha yildan oldidan olgan qadrli qardoshlar. O'ylab boqaylik. Yani Allah subhanahu taala bizga nimalarni beribdi? Bizni qandoq o'rinlashtiribdi? Qandoq narsaga, nimalar bilan bizni qilibdi? Va terimizga, o'zimizning terimizga ustimiz qarab boqaylik. Mushu terida insonning mushu terisining, mushu o'zimiz biz ko'rib turayotgan mushu terining ostidan 15 milyon havo tangshish va qadrli qardoshlar. 15 milyon hava tangshish var deydi. Mushu badanimizdagi haroratini, badanimizdagi nemlikini qo'g'dab turgan, tangshab turgan 15 milyon hava tangshish var. Her bir bu bo'lsa shu ter teshuvchilar deydi. Ter bezleri mana. Her bir ter bezlerining ostida mukayyifli takyifi haroratihi va ta'dili rutubatihi deydi. Badanning haroratini, qiziqligini va uningki rutubat nemlikini tangshab turadigan mukayyif bor deydi. Hava tangshish var deydi qadrli qardoshlar. Demek qadrli qardoshlar, mana shu o'zimizga eng yaqin bo'lgan jismimizni men so'zlasam, bugun butun darsimni shu jismlarga, shu o'zimizning badandagi a'zolarni so'zlab tugatsak bo'ldi. Shu
to'rttal narsani so'zlab bo'lishga qancha vaqt ketdi o'ylab boqayli. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo mana shundoq bizni shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda sura Zariyatning 21-oyatida "Va fi anfusikum afala tubsirun." Ya sizlar o'zingizlarning nafsiga, o'zingizlarga qarab yiqing deydi. Mushu sizlarning nafsinglarda, sizlarning mushu o'zingizlardalam Allah'ның birligini, Allah'ның ulug'ligini, Allah'ның azizligini, Allah'ның kattaligini ko'rsatadigan million sanab tugitib bo'lmaydigan narsalar bor. Afala tubsirun. Sizlar buni ko'rmamsizlar deydi. O'ylab boqaylik. Qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga haqiqiy buni tushunadigan, tushunch, haqiqiy buni biladigan bir narsa ato qilsinki, o'ylab boqaylik, mushu narsaning bedenimizdeki qandaqlı bir a'zorimizga Allah subhanahu taala o'zining imdodini, o'zining yordamini, o'zining kuch quvvatini shu hamma kesibli qo'ydi ekan. Biz hech narsa emas. Shu ishlamaydigan bir zambil go'shga aylanib qoldi. Bir zambil go'sh. Uningdan boshqa narsa emaski biz qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Allah bizni qandaq ne'matlar bilan bizni ne'matlantirib atganligini mana bu jismimiz orqali ham ko'ra olamiz qadrli qarindoshlar.